Uzun CSS dərsiga 45-ci qism CSS rəsm anbiri. Rəsm anbiri tor bekatlarda qo'llanishchanlikqa nihoyat yuqori bo'lgan unum kodi bo'lib, asosiy rəsm, tizimlik va laylim qatorliqlarni birlashtirish hosil bo'ldi. Masalan, shu kino tor bekatlari, rəsm tor bekatlaridagi, mush boshpat qismidagi rəsm tizimligi, shu rəsm anbiri kod orqali amalga oshadi. Masalan, misol qaraydigan bo'lsak, bu xil 4 parcha rəsmni, ma'qul tizimlik odatman bu tor ko'rgishni kengaytsam, demak, bu 3 parcha rəsm, asl bir parcha ma'qul holatda. Kichiklatgan vaqtda 4 parcha rəsm asti-ustida ma'qul holatda chiqdi. Chunki bu yerda bu float xarakteri ishlatilgan bo'lg'achqa, bu sol tarafga laylab chiqadi. Buning asli kodi qaraydigan bo'lsak, buningda rəsmninki marjin qiymati analki buningga bir bu qir belgilagan. Masalan, ustiga ekilgan vaqtimizda azroq o'zgarish bo'ldi buningda. Anandan keyin buningki bu asosli nima deganda, shu rasmga qarta aniqlanmagan ham oxirida bu divar orqali buni yana bir qitim bu yerda buningki rasm izohat uchur qismini ayrim bir divga, anandan keyin ulanish, lekin bu hammasini bir IMG turtalliq ichiga qoplab ishlatib, ma'qul holatdagi unumni amalga oshirgan.